Agarda biz ushbu videoni chiqarsak, mexaniklarning qarg'ishiga, tikuvchilarning rahmatiga erishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Bugun yana bitta kommentariyaga javob beramiz. Xo'p, assalomu alaykum. Avilog igna sindirgandan so'ng to'qimay qo'yapti, nima qilish kerak debdilar. Hozir sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Bu kommentariyaga javob berishdan oldin nima sababdan bunaqa holat bo'lishini aytib ketadigan bo'lsak, asosan tikuvchilar toshli material tikkanda nina qiyshayib sinishi yoki bo'lmasam o'rog'ini qiyshayib ketish holatlari kuzatiladi yoki bo'lmasam ko'pincha tikuvchilar oldiga yoki bo'lmasam orqaga qarab tortib tikadi materialni. O'sha tortib tikkan holatda nina orqaga yoki bo'lmasam oldiga qarab qiyshayadi, o'shani hisobiga ham ligrovkalar o'zgarib ketib qolib, chok tashlashi yoki bo'lmasam props qilmasdan umuman to'qimay ketish holatlari ham kuzatilishi mumkin. O'shanaqa holat bo'lganda qanaqa qilib to'g'rilanadi? Birinchi bo'lib, ninani almashtirib ko'rish kerak bo'ladi. Ninani almashtirib ko'rgandan keyin ipni zapravkalari hammasi joyida bo'lgandan keyin ipni qotirib bo'shatib ko'rish kerak bo'ladi. Nima uchun? Ya'ni ip bo'sh kelsa ham, qattiq kelsa ham props qilish holatlari ham kuzatiladi. Ip noto'g'ri o'tgan holatlarida. Agarda o'shanda ham mashinkamiz tuzalmasa, ya'ni props qilaversa, to'qimay ketaversa, undan nima qilish kerak bo'ladi? Birinchi bo'lib, ninani almashtirib olganimizdan keyin lapkasini olib qo'yishimiz kerak bo'ladi orqaga, xalaqit beradi bizga. Bu yon eshigini ochamiz. Bu yoq tomon eshigini ham ochib qo'yamiz-da. Tikuvchilarga osonroq to'g'irlash uchun men plastinkani yechib olish kerak bo'ladi. Bo'lmasa buni ko'rish sal qiyinroq bo'ladi. Agar burgut ko'z bo'lmasa, plastinkasini ikkita bolt bilan yechib olamiz. Yechib olganimizdan keyin plastinkani olib qo'ydik. Har doim tikuvchilarga aytib kelamiz, mana bu tishini orasini tozalab turinglar deb. Nimaga tozalab turish kerak? Mana bu musullar yig'ilib, mana bu to'payib qoladi-da, plastinka bilan tish ko'tarilguncha orasida joy qolmaydi-da, yo tishda yo plastinkani sindirib olish mumkin. O'shaning uchun har doim plastinkasini yechib, mana bu tishini orasini tozalab turish kerak bo'ladi. Xo'p, o'zimiz ishga qaytamiz. Mana bu ninani ipini olib tashlaymiz. O'roqlarni ham ipini olib qo'yamiz. Bo'lmasa bu bizga xalaqit beradi. Ko'rishimizga qulay bo'lishi uchun tozalab tashlaymiz-da. Ana endi quloqini burab to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Quloqini doim orqaga qarab to'g'ri burash kerak. Oldiga emas, orqaga qarab buraladi, chunki nina mana pastga tushib chiqishi bor. Agar bunaqasiga buraydigan bo'lsak, nastroykani to'g'rilashimiz noto'g'ri bo'ladi. Oldiga burab, nina pastga tushib qaytib chiqquncha asosan mana bu tepa o'rog'i siljib qoladi va mana pastki o'roqdan ip ola olmay qolib, to'qish yo'qolib qoladi. Mana o'rog'ini pastga tushirganimizdan keyin tepaga chiqqunicha pastki o'roq bilan tepa o'rog'ida ko'rishadigan yeri bor. O'shanga olib kelamiz. Mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana bu o'roqni bu teshigini orqasidan olish kerak. Bu orqaga qarab ketib qolgan keyin o'rtasi zazor katta bo'ladi. O'sha narsani qo'l bilan orqaga qaytaramiz. O'roqni orqaga tushiramiz. Ko'p bo'lsa sal orqaga qaytaramiz-da. Joyini topganimizdan keyin sekin qimirlatib o'zimizga tortamiz. Zazorni yo'qotamiz. Xo'p, keyin mana buni o'roqni itarib ko'ramiz zazorni. Zazor bormi, yo'qmi? Juda ham yaqin ham bo'lish kerak emas, uzoq ham bo'lish kerak emas. Joyiga kelgandan keyin orqaga qaytaramizda, qotiramiz atverka bilan. To'g'rilaganimizdan keyin bitta tekshirib ko'ramiz. Mana ko'tarib tushiramiz. Keyin kelib olguncha mana shu holat normal. Keyin orqaga qaytaramizda, sekin qotiramiz. O'ynab ketmasligi uchun. Sekin qotiramizda, oxirigacha qattiq qotirmasdan yana bitta tekshirib ko'rib o'ynadimi yo'qmi? Mana shu holatda bo'lishi kerak. Keyin yana yaxshilab qotirib qo'yamiz. qattiq qotirganimizdan keyin bu
Bundan chiqib, keyin 5 sessigramlik bo'lsa, mana bu nina bilan o'roqni uchi ham ninani tekis holati bilan mana bu yergacha 5 sessigramlik chiqish kerak. Agar to'g'ri bo'lgan bo'lsa 5 sessigramlik chiqadi. Agar noto'g'ri bo'lsa 5 sessigramlik chiqmaydi olasi. Mana 5 sessigramlikni qo'yganingizda tekis bo'lib turishi kerak. Bo'ldi, tayyor bo'lgandan keyin plastinkani joyiga qo'yamiz, iplarni o'tkazib tikib ko'ramiz. Boltini doim to'g'ri buring. Agar qiyshiq burasangiz, bu rezasi ketib qolsa, u sizga ancha qimmatga tushadi. Birinchi qo'lda burib olsangiz ham yaxshi. Agar aturkada bir tekis bura olmayman desangiz, qo'lda burasangiz birinchi to'g'ri ketadi, keyin aturkada dal shu oxirigacha yaxshilab qotirib qo'ysangiz bo'ladi. Qotirib qo'ydik, yaxshilab. Bo'ldi. Mana bu iplarini tepaga chiqarib qo'ysak, bu yoqda chalkashib yotmaydi. Eshigini yopamiz, bu eshigini yopib qo'yamiz va lapkasini qo'yamiz. Hamma yoqni yaxshilab qotirganimizdan keyin, eshiklarni yopib bo'lganimizdan keyin endi bitta tikib tekshirib ko'ramiz. Mana, joki ham ideal. Agarda videom sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska knopkasini bosish esingizdan chiqmasin. Mana shu amallarni bajargan taqdiringizda ham mashinkangiz ip uzib propusк qiladigan bo'lsa, ana undan keyin quyidagi raqamlarga murojaat qilsangiz, mexaniklarimiz borib mashinkangizni chiroyli qilib to'g'irlab berishadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.